Assalomu hurmatli mijozlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir ishimizni boshladik. Andijon Uzoqbosh tumani Uchtepa qishlog'iga qo'yilayotgan ishimiz. Qo'ybola verandamiz. Hozir ustanov ishlarini boshladik, xudo xolasa. Oxirida bitgan variantini ham ko'rsatamiz. Akfa alyumin zalotoyga boshlandi. 2 qavat oynak, alkafollari ham 2 qavat bo'lyapti. Steklo paket. Usullarni ham o'rab boshladik, mana hozir boshlash jarayonidamiz. Xudo chiroyli qilib bitganda yana bir obzor qilib beramiz. Alkafollarimiz ham klient talab binoyi 2 qavat bo'lyapti. 2 qavat o'rtasida mini vata bor. Hurmatli kuzatuvchilar, ba'zi ishlarimiz bitdi. Ozgina oyna solish ishlari qoldi. Ligrovkalari bo'ldi. Har bitta oralimiz 260 dan 4 oralig' bo'ldi. Bo'ylari ham 260 bo'ldi. 5 ko'z o'rta ochilish, bitta portichka qilib berganmiz. 2 qanotli eshik. Ikkinchi u ham bo'lingan, xuddi shunaqa 5 ko'zlik. O'rtadan bitta rom ochilish, tepada portichka bor. Bu yerdan 2 qanotli eshik bo'lgan. Taglarni 75 ko'tarib alkafon qilib berganmiz. Ustunlarni ham xudo xolasa alkafonni o'rab, chekalarni ham vaquvatidan qilib berganmiz. Xudo xolasa oynalari steklo paket 2 qavat bo'ldi, yo'qdi. Rezinkalarni ham solib yopilishi yerda ko'rib bersa, mana shu hamma reklama qilayotgan barmada yopiladigan sheylar, xudo xolasa. Ligrovkalar chotga chiqdi. Petlarni ham 4 tadan qo'yib berganmiz 2 qavatlik uchun. Bu yoqda so'risi bor, so'risini oldini olib o'tib ketganmiz. Portichkamiz shu mexanizm qo'yib 90 gradusga keladi, xudo xolasa. Xohlagan joyga to'xtatib beradi portichkalarimiz ham. Bu alkafollarni ham 2 qavat qilingan. Bu narxlarga keladigan bo'lsak, общий pedi 27 kvadrat atrofida ishlarimiz bor. 18,5 millionga bo'ldi. Oynalar 2 qavat, yo'qdi. Steklo paket, alkafon ham 2 qavat bo'ldi akalar. Oynani singari yopishtirildi, alkafonlari ham. O'rtasiga mini vata solindi. Tomon bilan mana bu tomon ham ko'rishingiz mumkin. Alkafon 2 qavat, xudo xolasa. Ikkita alkafonning o'rtasida mini vatasi bor. Narxlari 2 kvadrati 700 mingdan tushdi. Bu eshigimiz ham ligrovkasini ko'ryapsizlar. Sotga chiqdi, xudo xolasa. 18,5 millionga chiqdi, 700 mingdan kvadratlari tushdi. Steklo paket, pasti ham 2 qavat oyna bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91. WhatsApp, Telegram hammasi ishlayapti, xolasa. Kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.